Savol. Assalomu alaykum ustoz. Mening bir qancha savolim bor edi. Birinchi. Ayol kishining er kishiga salom qilishi va salom qaytarishining shar'iy hukmi nima? Agar cheklansa, qaysi xil ahvol ostida cheklanadi? Ikkinchi. Ayol kishi o'z hojati va farzandining hojati uchun sirtqa savdo setiqqa chiqsa, fazilatlik bo'lishdan mahrum qolamdi. Uchinchi. Tul ayol yetim bolalarni azroq bo'lsa xushal qilish uchun, ya'ni bir er o'z ayoli farzandi bilan qo'shib atrofidagi tul ayol bolalarni bog'chaga olib o'ynatib qo'yishning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Birinchi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning salomni keng qanot yaydiringlar degan hadis sharifiga asosan erlar ayollarga, ayollar erlarga yolg'iz va jamoat salom qilsa bo'ladi. Salomni ilik elib obdaroq qaytarishmo oyatda buyurilgan. Buningda faqatla keyincha yomon oqibat kelib chiqmaslikka diqqat qilib, ahvolga qarab ish tutish lozim. Shunga olimlardan yosh yigit yosh ayolga, yosh ayol yosh yigitlarga salom qilmaydi deydiganlarmi, jamoat holatida bo'lsa yoki yolg'iz yashanganlarga ruxsat qiladiganlarmi va undan boshqa cheklama qo'yganlarmi bor. Salaflarimizdanmi har xil bayonlar kelgan. Shunga to'g'risi har kishi amaliy ahvolga qarab ish tutsa bo'ladi. Ammo salom qilsa qaytarish lozim. Ikkinchi, mahrum qolmaydi. Uchinchi, mustahab. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.